Sizda varikatsiya aniqlandimi va operatsiya qilsammi deb o'ylanib turibsizmi? Keling, batafsil tushuntiraman. Varikatsiya bu mo'yaklarda venalarni kengayishi bo'lib, u qaysi vaqt operatsiya qilinadi? Birinchisi, bu attok buzilganda mo'yaklarda temperatura o'zgaradi va bunda spermatozoidlarning ishlab chiqarilishi buzilinib, unda asosan oligozospermiya, ya'ni spermatozoidlarni kam bo'lishi 12 milliondan kam yoki 12 dan kamroq baland bo'lishi va azospermiya, ya'ni spermatozoidlarni вообще bo'lmasligi bu birinchi sababi. Ikkinchisi, agar mo'yaklarda og'riq bo'lsa, bu doimiy, ya'ni har kuni og'riq bo'lsa, bunda ham operatsiya qilishingiz mumkin. Uchinchisi, bu mo'yakning razmeri kichayishi, ya'ni maydalashishi, bu asosan 6 oy nablюденияda bo'lib, unda 2 dan ko'proq santimetr kub agar bitta mo'yagingiz ikkinchisiga qaraganda maydarsa, bunday holatda ham operatsiya qilinadi. Asosiy operatsiya bu mikroxirurgicheskiy marmara deb ataladi. Bu asosan zolotoy standart bo'lib qoladi.